Mana yangi kelgan obyektimizga shularki bloydan uy solgan ekan. Bu obyektimiz doktorxona qilaman deyapti, asalaricha ekan, davolayman deyapti. Shu uchun qilishimiz kerak deb bizni chaqiribdi. Bilasizlar, issig'imiz tepaga qarab yuradi, shunga birinchi o'lab tom qismimizni mustahkam qilishimiz kerak. Mana kelganmiz, davolasa mahsulotlarimizni olib kelib boshlayapmiz. Zardolarni to'ldirib qo'yibdi. Usta kela olmaylar. Charchamayapsizlarmi? Boshlab oldinglarmi ishlarni? Ustaga olmang. Boshlab oldinglarmi ishlarni? Mana ustakalarimiz ham boshlab olib ishlardi. Pasroq ekan-ku. Eplab qo'yishadi endi. Ustaga qalay bo'lyapti buni effekti? Aytganlar bormi? Effekt yaxshi zo'r. Yollamaydi, chizilmaydi, dog'ilib qolmaydi-a? Yo'q, dog'ilasa. Yerga 5 sm qilib quyib beramiz deyapti. Al quyilayotgan holatini ham olib ko'rsatamiz sizlarga. Havola qilib. Biz bilan bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga mana yaxshi ma'lumotlarni yetkazib turamiz.